Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Maribuzda ashaddiy muxlislari, obunachilari, chorva ishqibozlari. Bugun Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Peter Mol bozoriga kelganmiz. Yangi bozordan sevib, videolarimizga like bosib, kanallarimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Likedan pul ketmaydi. Like'larimiz kam bo'lyapti. Like prosta videomizni tarqatib berish uchun. U bir so'm pulingiz ham ketmaydi, ana ham ketmaydi. Like bosib qo'yingizlar. Videomiz tez tarqalishi uchun. Hurmatli obunachilar, hozir birinchi oladiganlarimiz sog'ni sigirlardan, tana ho'kizlar narxlaridan, qo'y echkilar narxlaridan, tovuqlardan syomka qilib boramiz. Qani kanallarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunday sizlarga tezkor videolarimiz kelib turadi. Bugungi tuslamiz bo'lyapti 26-iyul haftaning oxiri mol bozoridamiz. Hurmatli obunachilar, dollar kurslari bilan tanishtirib boramiz. Dollar kursimiz bo'lyapti 1.206.000 so'm bo'lyapti. Rublimiz bo'lyapti 149.000 so'm bo'lyapti. O'zimizning ozgina reklamalarimiz bor, tanishtirib boramiz. Samandar aka deydi. Yo onangiz, yo otangiz tug'ilgan kunlari bo'lsa, aka singillaringiz tug'ilgan kunlari bo'lsa, telefon raqamlarini pastga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ota-onangizni xursand qilgan bo'lasiz. Rahmat. Videoroliklarimizni boshlaymiz. Mana hurmatli obunachilar, yangi bozordan. Bozor qizg'in bo'lyapti, odam ko'p. Ertalabki soat 6da savdomiz mana boshlanyapti. Bozorda odam ko'p kirgan. Qizg'in video qilib ketaveramiz, hurmatli obunachilar. Naveslar qilingan mollar, mayda mollar uchun sharoiti zo'r qilingan. Like bosib ketaveramiz. Qani boshlaymiz video. Yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda naborlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan nabor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu naborlar, ruchkalar Qur'onlarni sotib olsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingiz iltimos qilib qolamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Qancha ekan bu? Savdosi qancha? 24 million deyapti, 17 million so'rayapti. 24 million aytilyapti. 17 millionga savdosi bo'layotgan ekan. Bo'g'ilganmi aka bu? Bo'g'ozmi qorni? Qisir. 24 million aytilyapti, 17 million savdosi bo'layotgan ekan. Men 24 qoldim. Qoldi buni savdosi. 19 bo'lib qoldi. Savdo 19 million bo'layotgan ekan. Bolasi urg'ochi. Nechinchi bolasi ekan? 4-chi bolasi. Suti nechta beryapti? Suti 6 litr suti bor. 6 litr, 2 mahaliga 6 litrgacha suti bor deyapti. Yerlari. 4-chi bolasi ekan. Nomer qo'yamizmi baba? Yo'q. Sotildimi 19,5 millionga? 19,5 millionga sotilibdi shu kishi. Ko'p qoldi ekan tog'a va sigir. Savdosi qancha bo'lyapti? O aka. Savdo qancha bo'lyapti? Egalari kim? Million savdosi bo'ldi deyapti. Qancha deyapsiz aka? Qancha bo'lyapti bu savdosi? Buni qancha deyapsiz aka? Mashinachi pul bo'ldi. 21 million 500 bo'lyapti. 21 million 500 savdosimi? 22,5 berib olyapti. 22,5 baho qo'yilyapti mana. Demak, yana o'zi ikkita tushirgan yosh bu. Nechta tuqqan bu? Ikkita. 2 tuqqan sigir ekan. Ko'rsating. Balasi 1 oydan o'tdi, urg'ochi yana ho'kiz kelib turibdi. Suti nechta beryapti suti? Sizga 2 mahalla 5-6 ta garantiya. 2 mahaliga? Ha, buzog'idan tashqari. Buzog'idan 5-6 litrga suti bor deyapti. 21,5 Nomer ayting, qo'yib qo'yamiz. 22,5 deyapti, 22 dan chiqsa beramiz. Nomer ayting. 97 deb. Aha. 697. Aha. 0507.
ismingiz kim deydi? Begzod deydi. Begzod. Manzil qayer? Muzrobot erkak. Muzrobot Erpetni o'g'li ekan. Oluvchilar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qoldi bu savdosi. Bebek kaka. Nima qilyapsiz? Berasizmi? 20 tadan 20 taga. Yorib tashlaymi? Qancha deyapti? Ha aka? Savdosi qancha bo'ldi buni? 25 yarim. tushiring, egasini. Egasi tushgan. 25 yarim. Savdosi shuncha bo'lyapti? Savdosi? Qancha baholayapti? Dami, ha? 27 baho bo'lyapti, 25 savdosi bo'lar. Bu nechta tuqqani bu aka? 3-chi bo'lar. Urg'ochi? Suti nechta beryapti? 4 Buni qancha deyapsiz? 25. Men 25 bo'lyapti. Qancha baholar savdosi bo'lyapti? 1 million 700 ming so'm bo'layotgan ekan uning savdosi. Urg'ochi buni bo'ladi? Bolasi kichik ekan. Suti nechta beradi? 5 litr suti bo'lyapti. Sigir. 23 deyapmiz, 20 so'rayapmiz. 23 deyapsiz, 20 19,5 milliongacha savdosi bo'lyapti. Bolasi urg'ochi. O'qchami? Nechinchi bolasi ekan? Ikkinchi bolasi. Suti nechta beryapti buni? 3 litr. Suti 3 litrgacha bor. 2 mahaliga. 2 mahalimi? 2 mahalmi? Ne? Nomer qoldiramizmi? Shartmas. Qamiz sigir. 23 savdo bo'lyapti. Qancha baholayapsiz? Ha? Ya'ni qancha baholayapsiz? 27 baholanyapti, 23 gacha savdosi. Bolasi yo'qcha, ha? Nechinchi bolasi ekan? Birinchi bolasi. Suti nechta beryapti aka? 2 mahaliga. 8. 2 mahaliga 8 litrga suti bor. Nomer qoldiramizmi? 93lik 751 Aha. 1303. Ismingiz kim deydi? Kim? Shunday. Manzil qayer? Muzrobot Qodiriyda. Oluvchilar bo'lsa bemalol qo'shlaysiz biz raqamlarga. 10 aytdim. Ha? 10 aytdim. 10 million deyapsiz? Qancha savdo bo'ldi? Savdo hali bo'lgani yo'q. 10 million aytib turibsizmi? Savdosi bo'lmabdi hali. Nechta tuqqan aka bu? 3 tuqqan. 3 tuqqan sigir ekan. Qancha bo'lib qoldi baba? Bu. Savdo qancha bo'ldi savdosi? Aka. Qancha? Savdo qancha? 15,5 bo'lsa beraman, 15 qilyapti. 15,5 million aytilyapti, 15 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Qanami? Ana ekan. Bor barak. Gatpal Oybek. Bo'ldi, o'ni sharq. Savdosi qancha bo'ldi, biroq? Niye qara? Bo'ldi Oybek, olib borib berasa 12 million. Bor barak. Hayda. Hayda ot bo'ldi. Qancha savdo bo'ldi? 12 million so'm. 12 million? Bu nima bozor talab ketdimi deyman? Bozor tushdi mana. Odamlar shuni bilmayapti. Uyga borasiz, falon pul deydi. Mol bozor talab. Kattasi 12 million so'm. Nechta tuqqan sigir aka bu? Bir 5-6 turgan. Ha, qaribdi-da. Oybek, orting. 12 million savdosi bo'ldi. Bering aka. Savdolashyapti. Siz qancha deb turibsiz? Bir qarab 13. 13,5 oldi. 13 baholab turibdi, 12 ga savdosi bo'layotgan. Oybek, shu odamni bir gapini ot. Mayli ekan bu siz. Ayda gapni ot. Var, agar shu olsa yashar. Var, yashar. Buni chiqib ber. Boshqa narsa demaydi. Oybek aka bundan baland ololmaydi. Oybek, gando bering. 12 ga baraka. Savdosi 14,5 million bo'ldi deyapti. Qancha baholayapsiz? 15 baholayapti, 14,5 ga savdosi bo'layotgan ekan. Qancha bo'lib qoldi bu?
15 yarim. Savdosimi? Tortchi qanaqa? 15 yarim million mana savdosi bo'layotgan ekan. Qancha baholanyapti? 16 yarim baholanyapti, 15 yarimga savdosi bo'layotgan ekan. 25 yarim deyapsiz? Savdosichi? 10 millionga 12 yarim. 10 millionga? Bolasi 10 million, enasi 12. Sog'layaptimi aka? 500 ming 1 million baland aytyapman. Bolasini 10 million so'rayapti, onasini 12 million so'rayotgan ekan savdosi. To'g'ri. Mana yo'q. Ma'rifat bilan oshnamni tushiring, ma'rifat. Aylanmang. Videoda. Qancha bo'lib qoldi bu? 10? Savdo 12 million bo'layotgan ekan mana. Qancha baholayapti aka bu? 13 baholayapti, 12 ga savdosi bo'layotgan ekan. O'kichaga. Kimga olaman tayinlagan talabgorlar bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Nomer ayting aka. Nomer ayting, nomer qo'yib qo'yaylik. Telefon raqamini ayting. 77lik 119 07 91. Ismingiz kim deydi? Manzil qayerda? Habib Oqtashovatda mol ekan. Oluvchilar bo'lsa mana bemalol bizni kanallardan kelgan kelishtirib beradi. Qancha bo'ldi savdosi? 13 million? 13 million savdosi bo'ldi deyapti. Ha? Sizami? Qancha bo'ldi ekan bu savdosi? 4 bilan. Vaqtini ochib 12 yarim savdosi bo'lyapti mana. Qancharoq baholadingiz buni? 13 baholanyapti, 12 yarim savdo, 12 ga savdosi bo'lyapti. Videoga tushing. Ha? 16 savdosi bo'lyapti. Qancha baholayapsiz? Ha? Qancha baholayapsiz deyman buni? Biza beraman dedim. Qancha? 16 so'rayapti aka, 16. Bilaman, qancha baholanyapti? 17,5. Ha, shunday deng-da. 16 savdosi bo'lyapti. Deyman, qancha narx qo'yadi? Mana 16 ga savdosi bo'layotgan ekan. Qanchadan bo'ldi bu g'olonchilar aka? Ha? Yo'q, qanchadan bo'lyapti bu? 13 dan deyapti. Savdo 24 dan savdosi bo'lyapti. Ikkovimi? 24 million savdosi bo'layotgan. Ikkoviga 24 bo'lyapti. Ikkoviga 24 million savdosi bo'layotgan ekan. Qancha bo'ldi savdosi? Savdo 11 million bo'lyapti. Savdosi 11 million bo'layotgan ekan. 25. Qancha bo'ldi savdosi? O'rsak. Savdosi 21 million bo'ldi deyapti. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-chi bolasimi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Yaxshi kerak. Suti nechta aka buni? 2 mahaliga. Bolasi o'kicha urg'ochi? Urg'ochi, 3-chi bolasi. Mana siyni bersinmi? Tepadimi deyman, ha? Kelishtirib bering, akam olsin. Kelishtirib bering, akam olsin. Men bir so'zayman. Qanday ekan bu o'rjilar? 10 million 700. 10 million 700 dan har birovi. 10 million 700 ming so'mdan savdosi bo'ldi deyapti. Qancha baholanyapti aka bular? 11,5 dan. 12,5 bo'lyapti. Qaysi 13,5 bo'lyapti? 13,5 so'rayapman. So'rayapsiz. Ha. Siz qancha debsiz? 15 deyapti. 15 baho qo'yilyapti. 13,5 savdosi bo'ldi. Bunisi-chi? 10 so'rayapman. Buni 10 million Ondan so'rayapti. chiqoldi. Qancha baholayapsiz buni? 12 deyapman. 12 baholayapti, 10 so'rayotgan Ondan ekan. chiqib oldi, bir nima chiqyapti. Ondan chiqsa beraveradi. Shunday. Ha aka. Qancha bo'lyapti savdosi? Savdosi.
Savdosi 10 milyon 500 ming so'm bo'layotgan ekan. Qancha baholayapsiz? 11 baholanayotgan ekan. Tamam aka. Aka bu? 12 yarim deb turibsiz. 11 yarim savdosi bo'layotgan ekan. 11 yarim million. Aka qancha bo'lib qoldi bu? 12,5 savdosi. Narigi 13 million bo'lyapti. 12 bo'lyapti savdosi. Qanchadan baholanyapsiz aka buni? 13,5 dan baholanyapti buni. Necha? 13 deyapsan? Qancha savdo bo'ldi? 10 million savdo bo'ldi. 10 million savdosi bo'ldi deyapti buni. Aka? Anguscha 9,5 so'rayapti. 9,5 million? Angus. 9,5 million ekan, 4 oylik. Savdosi 9,5 bo'lyapti. 9,5 so'rayapti. Qancha baholab turibsiz? 10 berdi. 10 baholanyapti, 9,5 millionga savdosi bo'lyapti.